1989 yil 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Ushbu kun munosabati bilan Registon o'quv markazi jamoasi sizlarni tabriklaydi. Assalomu alaykum. Ushbu she'rni tur qatorini bizga o'qib bera olasizmi? Bo'ldi-da. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim-u bo'lak ishni xotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam ezladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Kimlar uchun biz edik bir badaviylar? O'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar. Holimizni qon kuzatdi yassaviylar. Topganimiz handalakdek tilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkam deb quchganda tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim, parovozni hansratgan xudoylarim, oltinlarim, vatanlarim, ipaklarim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Sen bo'lmasang nima bizga silliq she'rlar? Bu dunyoda tili yo'qda dil yo'q derlar. Bahoying-ku berib ketgan ali she'rlar. Yuragimning to'ridagi so'lmas gulim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Bir qarasam har shevangda ming jilolar. Har novdangda, har mevangda ming jilolar. Qodiriylar, cho'lponlar va Abdullohlar, sening qaytgan kuning mening mavlud yilim. Ona tilim, kechir Meni ona tilim.